CapCut'ni sirli funksiyasi. Tekst orqasiga nima qilish bilasizmi? Tekstni ko'rinmaslikda sizlarni qiynab qo'yadi va gradientni qidirishni boshlaysizlar. Bizda eng zo'r usul bor. CapCut'da shunaqa funksiyasi bor. Siz undan foydalanasiz va bemalol shriftlarning orqasini bezata olasiz. U uchun bizga maska effekti kerak bo'ladi. Maskaga kiramiz va krugni tanlaymiz. Krugni tanlasanglar mana shu joyini bossanglar, aylanib o'taveradi. Rangi bu yoqqa o'tadi va ozgina pastga strelkadan tortsanglar, mana shu gradient holiga keladi. Bemalol shriftlarning orqasiga qo'yib foydalansanglar bo'ladi. Buni yana bitta ikkinchi usuli bor. Bu ham pastga gradient berishingiz mumkin. Videolarni chiroyli holatiga ustiga ham tekst yozsanglar bo'ladi. U uchun ham yana kraslar endi gorizontalli tanlaysizlar, pastga tushirasizlar, mana shu strelkani tortsanglar, mana shunaqa qora fon gradient hosil bo'ladi. Endi buni ranglarini chiqarishimiz kerak. Bizga kerak bo'ladi, eng oxirida fon kerak bo'ladi. U yoqqa o'tasizlar, svet tanlab